Kechir ona. Abduri Obuljan Mehmetimin Qaqalaq. Oy, tilamchi keldimikin deysam. Asli bizning mahallaga danq pur ketgan ochimiz kan-ku bu. Biz uchun bak ko'p jafolarni tatiyotsan-a, apa. Men nimaga yig'mayman? Mushundoq bo'ladiganligini bilib turib kelgandan keyin o'zimga haq. Nar yaxshi uyaning. Balalarni o'qitaman deyicha berib umashlarini bir issila. Nima qiladi? Balasini sotmoqchi-di. Voy Patamxon, nima deb atala? Nadimi o'z onasi o'z balasini sotadigan ish ekan. Gapni o'ylanib, chayqaproq annen deysizlar, gallarga to'lib qolmasin yana. İşitganida o'zining bir kun baqqan egisini tishlamaydi-ku. Men shu hayvonchilikmi bo'lanmadim-ku. Canım ana. Kechir ona. Birinchi qism. Asar mazmuni avtorning qiziqishi asosida amaliyot bilan birlashtirib yozilgan bo'lib, anglarmalarning yoqtirib anglashini umid qilamiz. Aşu simsim yağmurda bellerini müşçeytip aran degidek aşu eski harvining töpiga nemalarnidir bir narsalarni besib asta qadamlari bilan egiz cho'ng ko'rikning ustiga chiqish uchun izchil tirishayotgan dal mening onam. Biz ikki o'g'il bir qiz boshqalarga muhtoj qildirmay saboqdoshlarimizning urug' tuqqanlarimizning oldida bizni har jihatdan chandurmay xo'shal xuram baxtli turmushga erishtirish uchun qishni yozg'i ulab tinim topmay jafoliq ishlagan boshqa biri emas dal mening onam edi. Shu tog'da yer yo'lak bo'ladigan dadam o'lib ketgandan keyin meni va ini singlimni o'qitish uchun baylarning kirqatlarini yuvib, bolalarni beqib, uy ishlarini bo'z qilishib berib, ming bir mushaqqatlarda bir ko'ydin yig'ib, o'z yemay, ichmay, o'zining go'zal ruxsarini xazon qilib, meni to'liq o'ttira, oliy maktablarda yaxshi o'qitish uchun izchil tirishgan yana shu mening onam edi. Biz uch bolaga ham ona, ham dada bo'lgan kim? Yana shu mening mehribon onam. Shu tog'dek dadam olamdan o'tgandan buyon nurg'un yerlardan elchilar kelgan bo'lsa-mu, bizni xor qildirmaslik, o'gay dadining qo'liga qartib qo'ymaslik uchun o'zining go'zal yoshlik bahorini gul g'unchisidek to'zitayotgan yana shu mening mehribon, jafokash qadrlik onam, Oyxon, oy onam edi. Men nima qildim? O'zim ming bir mushaqqatlarda jafo tortib, yemay yegizib, kiymay kiygizib baqqanlari uchun meni yaxshi kun ko'rsin, jamiyatga yaramliq odam bo'lsin, boshqalarning qo'liga qarab, shu katmanning quli bo'lib qolmasin deb, men va ini singlarim uchun nurg'unlagan javri jafolarni tatqiniga mushundaq javob qaytardim. Shu mehribon onamning mendan kutgan orzu armonlari shu midi? Menmi odammi? Mendan hayvon bolasi yaxshiroq-ku. Ishitganida o'zining bir kun baqqan egisini tishlamaydi-ku. Men shu hayvonchilikmi bo'lanmadim-ku. Canım ana. Azmat onasining qabri beshida tizilib turib, öksüp yig'lab ketdi. Canım ana, sening baqqanlariga javob qaytirish u yoqda tursin. Seni tillab, seni tushganlab,
qasdan qilmagan bo'lsam-mu, o'zimni tutib olamay, seni ittirib, sening yiqilib tushguningga bir qo'lingning sunishig'ima qaramay, bu oz kelgandek, yurak kasalligining qo'zg'alib, o'lmakning ustiga tepmak degandek, doktorxonada uzun yetib qilishingga, omaq singlimning qizil gulning g'onchisidek echilmay turib to'zib ketishiga, sening men sabablik bu dunyodan mangulik uyquga ketishingga, senin mushu vafosiz o'g'ling sababchi jinim ana. Azmat shu xiyollarni o'ylab, yig'ilgan peti o'zini tutamay, o'z-o'zini nechkachat silvatdi. Azmat o'zining qilgan atganlarini birma-bir o'ylab, o'zining tuqqan onasiga va oilasidagilarga qilgan ishlardan intayin xijillik va pushaymon, o'kinishlar ichida ichidan o'ylab, pushaymon yoshlari ko'zlaridan yomg'ir tomchisidek to'kilayotdi. Shu kuyimchan onasiga vafosizlik qilib, onasini zar-zar yig'latib, o'z onasining o'limiga o'zining sababchi bo'lib qolganligidan pushaymon qilib, tizlanib, yig'lab o'ltiraverdi. Bir kun, 2 kun. Mana bugun Azmatning ya ishmay, ya hech nima yemay turg'uniga 4 kun bo'ldi. Azmat o'zining qilmish atganlarini chekidan oshdi, tamoq yegandan zahar yegan yaxshi deb o'ylaydi. Endi Azmatning qismatlariga quloq solaydi. Azmatning dadisi Azmat 8 yosh vaqtida og'ir kasal bo'lib qolib, davolatishga xarajat yetishmaganlik sababli qutqizish unim bermay olamdan o'tgan edi. Azmatning onasi bir inisi, yana bir omaq singlisi bor edi. Inisi bo'lsa 6 yoshda, singlisi bo'lsa 4 yoshda bor bo'lib, bu 3 omaq bolalar dadisidan nihoyat kichik yetim qolgan edi. Azmat va ini singlisiga faqat o'zining onasidan boshqa hech qanday urug' tuqqanlari qarab salmaydi. Ularni ko'rsimi dushmanni ko'rgandek ko'rmasga silib neri qachatdi. Shu mehribon, kuyimchan, jafokash Ayxon onalar erdan ayrilib, tul qolgandan tortib, shu go'dak sabiy bolalarni beqish uchun bir kunmi orom olmay, tinim topmay ishlab, shu narsidlarni o'tni ko'ydirib atmay, suvda eqitib atmay, o'zining go'zal yoshlik bahorini xazon qilib bo'lsa-mu, bolalarni yetimchilikning dardini tatqizmay, shu sabiy bolalarni sog'-salomat qatoriga qo'shgan edi. Azmat 13 yoshga kirgan yili u tuluqsiz o'tir maktabga chiqdi. Azmatning o'qishi nihoyat yaxshi. O'zimi royish, vafodor bola bo'lgan edi. Azmatning dadisimi, onasimi savodsiz bo'lg'ashqa, Azmatning dadisi hayot vaqtidami bolalarining o'qishiga nihoyat ko'ngil bo'ladi. Azmatning dadisi olamdan o'tishdan burun Azmatning onasiga har qanday jafo cheksimi, cho'qim bolalarni maktabda yaxshi o'qitishni qayta-qayta topilgan edi. Endi bu og'ir mas'uliyat Azmatning onasi, ya'ni Ayxon onaning dumbisiga yuklangan edi. Ayxon onami o'qimaganlikning dardini bahli ko'p tortgan bo'lg'ashqa, har qanday jafo mushaqqatlarning oldida bosh egmay, bolalarni yaxshi o'qitish uchun bel bog'lagan edi. Ayxon ona necha yil tirishib ishlagan bo'lsa-mu, lekin puldan qilchi eshinolmadi. Kunda u yer bu yerlarda boshqalarning kirqatlarini yuyib, yo'tgan ko'rpalarini tikib topgan shu ozg'ina pullari 3 bola va o'zining 3 vaqt tamoqidan oshmaydi. Ayxon ona yer teriydigan bo'lib, lekin yerdan chiqadigan oshliq nihoyat oz. Ham Ayxon onaning orala 2 mol yeri tursa, chiqqan necha kilo oshliqni oshliq idorasiga sotmasi texi. Bo'lmasa, qolgan oshliq qanchalik bo'lmoqchi edi. Azmat 15 yoshga kirib, uningmi to'liqsiz o'tir maktabdan to'liq o'tir maktabga imtihon beradigan vaqtimi kelib qolgan edi. Ham uning inisi Azharmo to'liqsiz 1-yillik chiqish oldida edi. Azmatning omaq singlisi Ayshamgulmo boshlang'ichning 4-yilligida nihoyat yaxshi, a'lochi bo'lib o'qiyotgan edi. Ayxon onning yuki burunqidan nachasi eg'irlab ketgan edi. Omo bir kunmi bo'shashmay, burunqidan teximi tirishib ishlamoqda edi. Hay. O bir ayol kishi tursa, qandaqmi er kishidek ishlayalisin. Shundaqdimi u bolalarni beqish uchun bir kunmi voz kechib baxmadi. Mana, oradan necha oy o'tib ketdi.
Azmatmi to'liq o'tir maktabga imtihon berib, natijalik holda ishkir o'lkalardagi bir to'liq o'tir maktabga a'lo natija bilan qabul qilindi. Ayxon ona Azmatning bu natijasidan intayin xushal bo'lib, xushallik yoshlarini to'xtatolmay yig'lab soldi. Azmatning bu a'lo natijasi Ayxon onani emas, butun maktabdagi o'qituvchi ustozlarning yuzini yo'riq qilgan edi. Azmatmi o'zining natijasidan nihoyatda xushal bo'ldi. Ayxon ona ig'ir tinib qo'ydi. Va shu mehribon Ayxon ona necha vaqtlardan beri tatgan jafolarning emgak mevasini oxiri ko'rdi. Yiroqda ini singllari bilan xushallik payzini surayotgan Azmat onasining yig'layotganligini ko'rib, yeniga keldi. "Ana, nima bo'ldi? Yig'labsan-ku?" deb so'radi. Ayxon ona bo'lsa, yeshini surtib etib, o'g'liga qarab, "Bu xushallik yeshi, jinim o'g'lim," deb Azmatni bag'riga bosdi va peshonasiga mehr bilan so'yib qo'yib, "Mening o'g'lim cho'ng bo'pti" deb Azmatga qarab kulimsirab qo'ydi. Necha minutdan keyin Ayxon ona sirtqa qarab mangdi. Onasining sirtqa qarab mang'inini ko'rgan Azmat, "Ana, nega borsa?" deb so'radi. "O'g'lim, sirtiga chiqib kerak. Inisingga birdam qarab turg'in. Men hozirlik kiraman," deb gapini tez-surat qilib sirtqa qarab mangdi. Azmat bo'lsa, "Ha, bo'pti opa, tezroq qaytib kelasan," deb uyga yinib kirib, inisining va omoq singlisining topshiriq ishlaganlariga qarab, ularga tushuntirib qo'ygach, o'zining darsini takrorlashga kirishib ketdi. Oradan necha minut o'tmayla o'yladan eshikning sat g'ichildab echilgan ovozi anglandi. Azmat opam kelgan o'xshaydi deb o'rnidan turib bo'g'icha, uning kapsiz omoq singlisi Ayshamgul o'rnidan turib dariz sirtiga qarab xushal bo'lib, "Aka, opam kelibdi," deb xushallik bilan yugurib Ayxon onning oldiga chiqdi. Ayshamgul bo'lsa sho'xlashi erkilab, "Voy, apa, nemancha ko'p sayko'kta setib olding? Yeni dixi go'shtmi bor ekan? Bugun mehmon kelamda," deb so'radi. "Ya qizim, mehmon kelmaydi. Akang to'liq o'tir maktabga o'tdi emasmi? Shunga yaxshi tomoq etib, akangni tabriklayli." Azmat onasining gapini anglab, nihoyat hayajonlandi va onasining yeniga kelib, "Yana ko'p chiqim qilibsan-da ana. Yana meni deb bir munch pul xarjlabsan. Biz uchun bak ko'p jafolarni tortyapsan-a, apa." Azmat mush gaplarni qilib, ko'zlariga kelgan issiq yoshlarini to'xtatolmay yig'lab soldi. Ayxon ona bo'lsa, Azmatga qarab, "Bo'ldi, yig'lama o'g'lim. O'g'il bolami yig'lamdi. Dadangga o'xshash. Qaddingni tik tutib yashashni o'rgan," dedi. Azmat bo'lsa, yig'ilgan peti, "Kechirgin ana. Sening men uchun tatgan jafolaringga javob qaytarib bo'lamidi?" dedi Azmat. Ayxon ona bo'lsa, kulimsirab, "Yo'q o'g'lim, undaq deyma. Sen yaxshi o'qib, dangliq to'liq o'tir maktabga o'tsang, bu men qilgan eng cho'ng sovg'am." Azmat bo'lsa, onasining gaplaridan ta'sirlanib, mehribon onasining bag'riga o'zini otdi va onasining qo'ldagi og'ir narsalarni ko'tarib uyga kirdi. Bu seriqtal turmush kechirayotgan oila uchun bir vaqt yaxshi tomoq etib, bir ustalda birlikda g'izolanish eng cho'ng xushallik hisoblanadi. Ayxon ona tomoq tutish qildi. Ayxon ona qizi Ayshamgulni chaqirib, "Qizim, menga ko'ktat aqlashib bering." Ayshamgul ma'qul opa degunicha ko'ktat adalashga kirishib ketdi. "Azharjon o'g'lim, sen birchilik suv akelgin." "Ma'qul opa, bosh ustiga," deb Azharmo suv akilishga yugurib ketdi. Bu omoq bolalar mushundaq rayish, aqlliq, vafodor cho'ng bo'lgan edi. Azmat bo'lsa, xijil bo'lgan holda, "Opa, amsim menchu. Men nima ish qilaman?" deb so'radi. Ayxon ona bo'lsa, Azmatga qarab kulimsirab, "Bo'ldi o'g'lim, darsingni takrorla. Sen hozir bizning mehmonimiz," dedi. Azmat bo'lsa, xijil bo'lib, "Ha, bo'ldi opa, men senga o'choq o't qalab beray," deb Azmatmo ishga kirishib ketdi. Mana bu kichik oilaning turmushi mushunda xushal xuram o'tadi. Oradan bir soat o'tgandan keyin mizlik o'xshagan tomoqlar ustal ustiga tizildi.
bu bir oila kishilari oddiy bo'lsa-mu, o'xshagan mazlik tamoqqa daxil bo'lishdi. Bu oilaning turmushi oddiy, baybayashat bo'lmasa-mu, pulga oltin ko'mishga setib olib bo'lmaydigan mehr muhabbat bor edi. Mana haqiqiy baxt degan. Musha emasmi? Ayxon ona qatorliq to'taylan baxt ichida bu mazlik, o'xshagan tomoqni yeb bo'lib orom elishdi. Ayxon onaning bu kechida zodli uyqusi kelmagan edi. Ayxon ona o'g'lining ishkirdiki dangliq to'liq o'tir maktabga o'tganini o'ylasa, ichidan xushal bo'ladi. Biroq yana bir tarafdan bu xushallikqa so'q suv sepilishini asla xohlamaydi. Chunki Ayxon onaning g'amga selayotgani Azmatning o'qish material pullari edi. Bu ish Ayxon onani cho'nqur o'yga selib, bu uzun kechida u zodli kirpik qoqmadi. Azmatning muallimining deyishicha, Azmatning har yillik o'qish material pullari 4700 ekan. Seyraxtal yo'q bilan barning orlig'idagi turmush kechirayotgan bu jafokash onning uncha ko'p pulga qandoqmi kuchi yetsin. Ayxon ona bir kech o'ylash orqali o'zining urug' tuqqanlardan va erining urug' tuqqanlardan yordam so'rashni loyiq topdi. Ayxon ona tang etishi bilan bolalarni maktabga yo'lga selib etib, avval o'zining urug' tuqqanlarining qichig'i berish kerakmi yoki erining urug' tuqqanlarining qichig'i berish kerakmi deganlarni o'ylab qoldi. Va bir tuqqan degan ma'ni qilsimi bir tuqqan, avval bir qarindishimning uyiga berib baqay, hech bo'lmasa ozroq yordam qilib qolsa ajab emas deb o'yladi-yu, yana ko'ngli g'ash bo'ldi. Chunki urug' tuqqanlari uningga adovat tutib, o'ziga yordam qilmaslikdan ansiraydi. Ayxon ona "Bo'ldi-da, ko'p o'ylamay bir berib baqay" deb qo'tir eshakni qetib, qo'shni yezdagi urug' tuqqanlarning qishig'i yo'lga chiqdi. Eshak sazan qurtdak so'rilib, yilondak to'lg'inib, necha soat yo'l ma'g'andan keyin urug' tuqqanlarning yeniga keldi. Ayxon ona eshakdan asta tushib, gul naqsh chekilik temir darvozaning yeniga kelib, ishni nahayt siliq chekdi. Necha minut o'tgandan keyin ishni egiz bo'yliq, gavdalik 45 yoshlar chamisidagi Ayxon onaning cho'ng aksi Samat ishini echibla Ayxon onaga qarab, "Yaxshimisiz? Dapla gepining oxirini chiqaramay to'xtab qoldi va birdam hanviqib turib o'tgandan keyin "Sen Ayxonmi?" Ayxon ona bo'lsa, "Ha, aka, men." "Voy, Ayxon, sizni qaysi shamol uchirib keldi? Necha yildan beri sizni ko'ygili bo'lmaydi-ku. Endi bu vaqt bo'lganda ajab kep qopsiz-ku, ha?" deb masxira aralash singlisiga qaradi va qo'pollik bilan "Gaping bo'lsa tezroqda, men oldirayman" deb Ayxon onaga chakchiyib qaradi. Ayxon ona bo'lsa, bo'lgan o'tgan ishlarning hammani aksiga bir-birlab so'zlab berdi. Ayxon onaning aksi Samat bo'lsa, sat kulib ketdi. Kechir ona. Va uning gapiga javoban: "Singlim, hech yil bo'lmay mening qishimga pul so'rab keldingmi? Ayni chog'da bizning to'sqinimizga qaramay, dodimiz bilan onamizning to'sqiniga qaramay, bizning yuzimizni to'kib, "O yezadagi iliq qalandar gadoyiga yotiq bo'laman" deb turib olding. Ayni vaqtda sen yurtimizning go'zali eding. Sana nurg'un baylomi elchilik kirgan. Biroq sen uningga unimay, yana shu gadoyning qishig'i berib olding. Sen dadam bilan onam o'lib ketgandimi kemmay, hozir mushjaq bo'lganda pul so'rab kelishga qandoq yuzing chidaydi? Ayxon ona bo'lsa, akisining gapini anglab, nayt xijil bo'lgan holda ko'zlariga liq yosh kelib ketdi. Ayxon ona bo'lsa, o'zining shundoq bir erga takkiniga qat'iy o'kinmaydi. Ayxon ona bo'lsa, akisiga qarab,
Aka, bo'ldi men xato qilibman. deb kayniga yongan shu paytda uning singlisi Aynurxon kelib qoldi. Aka, qandaq? Ahvoling yaxshimi? deb akasidan bir qo'r ahvol so'rayotgandan keyin Ayxon onaga qarab, yenidan 5 ming pulni chiqarib, "Acha, bu pulni olsala." deb pulni Ayxon onaga sundi. Ayxon ona bo'lsa, pulni olmay, singlisining ko'ziga miqdak tikilib qardi. Va Ayxon onaning akasi Samat, hay, nima qilyapsan? U tilamchi emas. Nima? Tilamchimi bo'lmasa, nima deb kelibdi bu yerga? Onunga obdan qara. Aynurxon uningga bir necha minut qarab o'tgandan keyin tuyuqsiz chiroyi o'zgardi. Voy, tilamchi keldimikin deysam. Asli bizning mahallaga danq pur ketgan ochimiz kan-ku bu. Ha? deb sat kulib o'tgandan keyin Dadam anam o'lib ketgani kelmagan mahallaning go'zali. Hajab bugun kelib qopdi-ku. deb Ayxon onani mazoq qildi. Ayxon ona chandurmasdan Ozroq ish bilan kelgan. Bo'ldi men ketay. deb unsiz yig'isini ichiga yutib o'tib, orqasiga yondi. Ayxon ona singlisi bilan tang bo'lishni asla xohlamaydi. Chunki bu singlisi mahallada xili danqi bor beshi. Uning bilan gap talashsa, o'ziga qilchima foydasi yo'q. U eshak arvasiga chiqib, akasi bilan singlisining gaplariga quloq solmay, yana uy tarafga qarab yo'lga chiqdi. Ayxon ona eshikini haydab, uy tarafga qarab mangdi. Ayxon ona o'zining bir tuqqan qarindoshlarining yordam qilmaganligidan emas, balki ularning qilgan haqoratlardan xijil bo'lib, yig'lab ketdi. Ayxon ona birdamdan keyin ko'zlaridagi yoshlarni surtib etib, Men nimaga yig'layman? Mushundaq bo'ladiganligini bilib turib kelgandan keyin o'zimga haq. Ayxon ona agri-bugri to'pi yo'llardan yana shu qo'tur ichakni haydab, to'pichang so'rg'an peti qarindoshlari bor yezdan borgan siri yiroqlashdi. Ayxon ana, endi men qanday qilishim kerak? Bir yerda ishlay desam, unchola ko'p pulni tepib bo'lamayman. Qanday qilsam bo'la? Zodi qanday qilishim kerak? deganlarni Ayxon ana uyon buyon o'ylab, oxiri erining qarindoshlaridan yordam so'rashni loyiq ko'rdi va uy tarafga qarab mangdi. Erining qarindoshlari bilan bir kanatda bo'lib, mahalla boshqa edi. Ayxon ona bilan bir kanatda bo'lgani bilan ular Ayxon onani o'sh ko'rib, uni va bolalarni zodil izlamaydi. Ayxon ona bir soat mang'andan keyin o'zining kantiga keldi va eshakni haydab, avval erining cho'ng aksi Turg'un akaning uyiga berishni loyiq ko'rdi. Necha minut mang'andan keyin Turg'un akaning darvozasining yoniga kelib, eshik zanjirsini nayt asta siliq holda chekdi. Biroq uydan hech qanday sado chiqmadi. Ayxon ana nayt jiddiylashgan holda yana bir qatim ishini chekdi. Necha minutdan keyin uydan oyoq tevishi anglanib, eshikning nayt satqichirlagan ovozi anglanib, Turg'un aka chiqib keldi. Va Ayxon onani ko'rib, chiroylari o'zgargan holda ko'zlarini chakchaytib, "Ha, kep qopdimizg'u", dedi Turg'un aka. Ayxon ana nayt siliq sipoylik bilan Turg'un akaga qarab, "Qanaq ahvollari aka? Sog'-salomat turdilimi? Yengam va bolalar tinchlikmi?" deb bir qur ahvol so'rdi. Turg'un aka bo'lsa nayt qo'pollik bilan, "Ha, men sog'-salomat turibman. Bolalarmi, onasimi yaxshi? Ayxon, bizni o'ldimikin deb qarab baqqili kelgan o'xshamamlar." "Yo'q aka, undaq emas. Meni xato tushunib qolmasizlar." Ayxon ana azaldan birasiga hojatman bo'lib baqqan inson emas edi. Mushu o'g'lining o'q sababli boshqalarga hojatman bo'lishga majbur bo'lib qolgan edi. Turg'un aka chiroylarini purishtirgan holda, "Nima? Gap bo'lsa, tezroq deysizlar. Mening sizlar bilan paranglashib o'ldiradigan vaqtim yo'q." "Aka, Azimat Ishkirdagi donglik to'liq o'tir maktabga qabul qilingan.
Onu silimi anlag'anlar. Balaning o'qish puli 4,000 yuandan oshdi ekan. O'zimdagi barliq pullarni yig'sammi, necha yuz yuan orali chiqdi. Boshqalardan so'rasam, ularmi qo'limiz qisqa deb yordam qilishni xohlamadi. Sizlar azimatning o'z tog'isi bo'lgandan keyin yordam qo'llarini sunamdikan deb uylarga kelishim. Ayxon ana gapini tugatgandan keyin Turg'un aka Ayxon anaga nihoyat o'shmanlik bilan qaradi va nar yaxshi uyanang. Balalarni o'qitaman deyicha berib umashlarini bir issila. Ko'nalarning bir gapi bor. Halingga beqib oltat, xaltangga beqib untat deb. Menda sizlarga berdigan pul yo'q. Enimni tugashtirib bo'ldilar. Endi uning pushti bo'lgan balanimi yiroqqa yo'lga selib. Nima qilmoqchisizlar, ha? Nima qiladi? Balasini sotmoqchi-di. Uy ichidan kimdir bir ayol kishining mundaq satgaplarni qilgan ovozi anglanib, Turg'un akaning keynidan sochlari budra, qoshlarini sundukdek bo'yab, yarashmagan o'smini qo'yib olgan ayoldan biri chiqdi. U dal Turg'un akaning ayoli Fatamxon edi. Bu ayol bilan mahalladagilarning faqat xo'sh yo'q edi. Chunki bu ayol boshqalarning orqasidan g'aybat qilg'ili bakmo amroq bo'lib, uning yomon gapini buningga, buning yomon gapini uningga to'shib, boshqalarni jadalga solatdi. Yoki ularning orasiga sovuqchilik silib, do'stlarni mo dushman qilib etdi. Shung uni boshqalar Fatamxondan Fatamxon dallol deb chaqiratdi. Ayxon ana Fatamxonning tuyuqsiz bergan qattiq zarbasidan keyniga necha qadam dojib ketdi. Voy Fatamxon, nima deb atalar? Nadimi o'z onasi o'z bolasini sotadigan ish bor ekan. Gapni o'ylanib, chayqaproq annen deysizlar, gallarga to'lib qolmasin yana. Voy, ko'chini, balam deyman. Bu qani kalam deb necha yildan beri mo'rmaydigan kalig'mi? Bugun til chiqibdi, ha? Ayxon ana gapmo qila olmay keyniga yonmoqchi bo'lib edi. Turg'un aka varqirgan talaffuzda Ayxon, balalarni bu yerga avataman deb xomxiyol qilmasizlar. Bo'lmasa, mendan yaxshilik ko'rmaydilar. deb varqiradi. Ayxon ana mengayotgan qadamlarini to'xtatib keyniga o'rildi va Turg'un akaga qarab Balalarni o'qitish meningla arzuyim emas. Balki inilarning arzusi. U jon uzish oldida har qanday jafo mushaqqat tortishdan qat'iy nazar cho'qim balalarni o'qiting degan. Sizlarga deb qo'yay. Sizlar balalarning tog'isi bo'lgandan keyin yordam qilamdikan deb kelgan. Yordam qilmasanglar mayli. Meni haqoratlasanglarmi mayli dedim. Lekin nima uchun bolasini sotmoqchi deysizlar? Yo'lbosma hatto o'z bolasini yemaydi-ku. Men sizlarning nazaringlarda shundoq askima. Men to'y qilib kelgili 16 yil bo'ldi. Bir haqiqatan bo'lsa-mu, menga iliq tabassum bilan chiroy echib baqdinglarmi? Tursunning o'lib ketishini mendan ko'rdinglar. Biroq uning kichigidan tortibla yoshirin yurak kesli borlig'ini o'zinglarmi biladigansizlar-ku. Men uyimdagilarni norozi qilib, ota-onamdan tenib Tursun bilan to'y qilganimga taga hozirgacha o'kinmayman. Sizlar meni yomon ko'rib, bizni uydan qo'g'lab chiqarib turib, yana mening oilamning ishiga aralashishga qanday yuzinglar chidagandi? Ayxon onaning ovozi titrab chiqib ketdi.
Chunki mahalladagi o'tgan kechganlar, qo'lim qo'shnilar ularning daromadini ko'rib turadi. Ayxon onaning gapi Fatamxonga ta'sir qildimi, chiroylari o'ngib ketdi. Gap qilay deyishiga Turg'un aka Fatamxonning qo'lini tortdi. Ular endi Ayxon onaga gap qilsa, mahalladagi ularni texmi yomon ko'rishi turg'anli gap edi. Shunga u ikkisi gap qilmay, sukutda turishga majbur bo'ldi. Ayxon onaning ko'zlariga kap qolgan liqqida yosh, ko'z chanoqlarini sirg'ib, lavlarini namdidi. Ayxon ona Turg'un akaga qo'shma demay, shu qotur ishkiga chiqib, uyga mangdigan yo'lga kirib, ko'zini g'oyib bo'ldi. Ayxon ana nayt ümidsizlangan holda Turg'un aka va uning ayolining o'zining g'ururini dafsanda qilgan o'sha gaplarni o'ylab, ko'zlaridan tang shafqatdagi shabnamdek yoshlar to'xtamay to'kilyotdi. Bu bechora ana o'ziga hech qanday birisining yordam qilmaydiganligini o'ylab, oxiri o'z-o'zini qayta to'nigandek bo'ldi. Ayxon ana eshakni haydab uyning oldiga keldi va qattiq o'ylanib qoldi. Men nima degan yaramas? Men shuncha yillardan beri jafolarni tortishim, kunlarni, oylarni, yillarni qo'g'lab ishlashim, ish bolamni yaxshi tarbiyalab, eng yaxshi maktablarda o'qitish emasmidi. Mana bolalarni tirishib yaxshi maktablarga a'lo natija bilan qabul qilindi. Men mushu qiyinchiliklarning oldida bosh egib, o'g'limning yo'q rahmatli Tursunning orzusini, mening irodamning mushunchalik kichkina qiyinchiliklarning oldida yiqilib qolishim sababli Qizilgulning g'unsidek mushundaqni to'lib essam bo'lamdi. Tursunga bergan va'dalarimga qanday yuz kelalayman? Ya, Ayxon ana, sen qaddingni rusla, o'rningdan tur. Yiqilib qolma. O'zingni o'ylamasanmi? Ashu go'dak bolalarni o'yla. Ayxon ana o'z-o'ziga mushundaq so'zlarni va tasallilarni berib, uyning oldiga kelib bo'lgan eshakni kayniga yondirdi. Bu vaqtda kech shafaqning qizg'ish nurlari tog' cho'qqisidan pastga sho'ng'ib kirib ketyapti. Ayxon ana uyga kirsa, bolalardan ayrilg'isi kelmaydi. Shunga uyga kirmay, qo'shnisiga ballariga qarab qo'yishni tapilab qo'yib, nishonsizlar qotur eshakni haydab, cho'ng yo'lga qarab yurib ketdi. Ayxon ana bu qorong'ida nagimi bor? Pulning amalini qandaqmi qila? Agar shu vaqtlarda hozirgidek mushundaq yaxshi, afzal sharoitlar bo'lgan bo'lsa-edi, Jongo Kommunistik partiyasining yordamida va shapoyatida birinchi bo'lib erishgan bo'lami? Bir nonga zar bo'lmagan, qo'rsaqlari to'q bo'lgan. Shu mehribon Ayxon anamo urug' tuqqanlarning oldida iza aholatlarni anglamagan, mushundaq qorong'u tun nisbida hech bir nishonsiz uchayotgan oqqo'dak sarsam bo'lmagan, javri jafolarni tortib, go'zal yoshlik bahori xazon bo'lmagan va bu dunyodan mangu xo'shlashmagan bo'ladi. Ayxon ana eshakni haydab, tuz uzun yo'llardan oldiga qarab mengiyverdi. Ayxon ana bu qorong'u kechida oldi tarafdan sus oq nurning o'zi tarafga bora-bora yaqinlab kelayotganligidan azroq ayminib qoldi. 200 metr, 100 metr, 50 metr. Bu oq nur Ayxon ana tarafga bora-bora yaqinlab kelyotdi. Aziz anglarman, Ayxon ananing oldiga kelgan bu oq nur zodi nima? Bu nemining nuri? Ayxon ana bolasini o'qishga avatalamdi yo'q. Hozironglar asarning davomida bo'lsin.
Ayxon ana oldidagi bu noma'lum Oqnurning qandoq narsa ekanligini bilmay, noiti titit bo'lib, qo'rqib ketdi. Ayxon ana eshakni asta haydab oldidagi noma'lum jismga bara-bara yaqinlashdi. Va Ayxon ana o'zini qo'rqinchga solgan bu noma'lum narsani ko'rib, noiti hayron qoldi. Va ichidagi qo'rqinish andisi qayoqlargadir uchib ketdi. Bu Oqnur boshqa narsa bo'lmasdan, balki qo'lchiroqning nuri edi. Ayxon ana asta eshak harvasidan tushib, nur chiqqan tarafga qarab mangdi. Ayxon ana nur chiqqan tarafga bara-bara yaqinlashib qarvidi. U yerda bir ot harvasi turadi. Ot harvasining yanida 10 yoshlar atrofida bir o'g'il bola bor bo'lib, qo'lchiroqni harvaning ostiga mixtaq qadab, ya bir medir-sidir qilmay tutib turganligini ko'rgan Ayxon ana ot harvasining ostiga qarab, "Bu bola bayatdan beri chiroqni medirlamay tutib turibdi. Harvaning ostida cho'qim bir narsa bor." Ayxon ana qo'rqqan bo'lsa-mu, harvaning ostida nima borligiga qiziqib, harvaning tuyiga berib qarab, bir narsaga putlashib, dassab soldi. Va tuyuqsiz chiqqan "Voy jon, kim bu?" degan ovozdan cho'chib, Ayxon onaning yurki qepidan chiqib ketgili tasla qoldi. Ayxon ana jiddilashib, kekashgan holda "Men" deb javob qaytardi. Harvaning ostida yotgan asli bir odam bo'lib, etilib ketgan harvaning chaqini chiqarayotgan ekan. Uning yanida bolasi qo'lchirog'ini tutgan holda uxlab qolgan bo'lib, qo'lchiroqning midir-sidir qilmay turg'ini ajablanarlik emas ekan. Harvaning ostidagi odam vayjonlagan peti asta harvaning ostidan chiqdi. Va Ayxon onaga qarab, "Sizlar kim bo'ldinglar? Buncha kechda nima bor sizlarga bu yerda? Texi ovozimni chiqarmay kelib putimga dassab, qo'rqitib jinimni ag'ili tas qoldilar", dedi u kishi. Ayxon ona bo'lsa, nihoyat o'ng'aysizlangan holda, "Kechiring. Men yiroqdan ma'u chiroqning nurini ko'rib, buning nimaligini bilib beqish uchun qarab boqay degan. Biroq qorong'u bo'lg'achqa, ma'u balg'a qarab mengib, ehtiyotsizlikdan sizlarning putlarini dassab soldim. Kechirsizlar aka, oldinglarda xijilman." Ayxon onaning yurki dupildab, mushu gaplarni aron qilib, bu natunish erdan necha qadam keyniga chekindi. "Ha, mundaq deysizlar. Sizlar kim bo'ldinglar?" dedi u kishi. Ayxon ana o'zini bir oz to'xtatib olgandan keyin, "Mening ismim Ayxon. Yilliqcha yezisidan bo'laman. Mening balam Ishkirdagi to'liq o'tir maktabga imtihon berib o'tgan. Biroq iqtisodim yetishmay." Ayxon ana yana o'zini tutolmadi. Ko'z chanoqlaridan to'kilayotgan marjandek yoshlari susuzlik tashna bo'lib, chaq-chaq yerilib ketgan lavlarini nam qildi. Heliqi natunish kishi bo'lsa, Ayxon onaga qarab, "Aha, urug' tuqqanlardan yordam so'rasizlar bo'lmamdi?" Ayxon ana o'tgan azob nidolarni bu kishiga aytib bersa-mu, nima bo'lmoqchi? Ya bo'lgan ishlar, tortgan azoblar asiga kelamdi. Shunga Ayxon ana urug' tuqqanlarim yo'q degan ma'noda beshini chayqadi. U kishi bo'lsa, Ayxon onaga qarab, "Aha, men Muslibay yezdan. Ismim Yezmaxon. Ayolim ig'ir kasal bo'lib qolib, uni bir amallarni qilib davolatib, xeyli yaxshi bo'lib qolgan. Doktorlarmi endi yotoqdan chiqib, uyda bir mazgil yaxshi orom olsalar, yaxshi bo'lib qoladi degan edi. Shunga ayolimni va bolamni elib, uyga qaytayotgan", dedi harvida yotgan ayolni ko'rsatib. Kim o'ylagan deyla, harvining chaqiga shishining parchasi kirib ketib, etilib ketibdi. Shunga uni almashtirib o'tay deb chaqni bo'shatqili tursam, sizlar kelib putimga dassab, jon bilimni chiqaribdilar. Bu kishimi shunchalik qo'rqqan ediki, chiroyda qon qonmagan edi. Bu kishi gapini tugatgandan keyin Ayxon ana, "Mundaq deysizlar. Ay seli, elaqa qo'shni mahalladagi ezim cho'ruq seli shuma. Ismlarini ko'p anglagan, silini dangliq oyoq tikadigan ustam deb taraflarini anglagan. Bugun bu yerda ko'rish nasib bo'ldi." "Sizlar degan kishi dalman shu. Biroq dangliq ustam degan nomga ortiqman", deb chiroqni tutib uxlab qolgan bolasini harvaga yotqizib qo'ydi.
Silimi bu kechil menib qaplığı. Ayxan ana Yezmaxunga eg'ir birini tinib etib, Helimi bu kechida menib qaplığı. dedi Ayxan ana. Yezmaxun eg'ir birini tinib etib, Ayxan anaga qarab, asli kunduzda mansaq bo'ladi, biroq yataqning bir kechiligi necha yuz yuanka. Shunga iqtisodim yetishmaslik sabablik mushundaq kechada menishqa majbur bo'lib qoldim. Hey, turmush. Ballarni baxmasam tex turgan. Mao anasimo eg'ir kasal bo'lib qolib, oyoq tikib topgan pullarim yetishmay, sizlarga o'xshash boshqalar yolvorib beqib, ish birsidan yordam nidolari kamigashga, oxiri amal yo'q, o'zimning issiqqinini setishga majbur bo'ldim. O'zimning tumurimdagi issiqqinim orqali ayolimning hayotini saqlab qoldim. Tan saqliq zo'r boyliq deb qandoq odam degan bo'g'iydi. Kiyimlarimiz butun, qo'rsqimiz to'q bo'ladigan, doktorxonalarda davolansa haqsiz bo'ladigan kunlarmi kelami? deb Yezmaxunning ovozi titrab chiqib ketdi. Ayxan ana Yezmaxunga qarab, "Ey, ko'ngillarni yerim qilmasala. Yaxshi kunlarmi kep qola." Ayolimning operatsiya haqiga necha ming yuan ketdi ekan. Pulning amalini qilolmay, doktorxonaning oldida amalsiz o'tirsam, birisining qon sotgandagi gaplarni anglab, menmo sinab beqish uchun qon elish bo'limiga kirib, tekshirtib, hech qanday masala chiqmadi. Ondan 4-5 ming yuanga 2 qatim qon setish orqali ayolimni davolatdim. Keyin yana qon sotay desam, mumkin bo'lmadi. Shunga iqtisodim yetishmaslik sababli mushundaq kechini menishqa majbur bo'lib qoldim. Ayxan ana Yezmaxunning gapini anglagandan keyin helimo o'zining oilasining nihoyat baxtli ekanligini his qildi. Baya qiynimni sotdim deydilama. Amisa men bu mangay yo'llaridan qolmasala. Ayxan ana mushi gaplarni qilib, Yezmaxun bilan xo'shlashib bo'lib, eshak harvasiga chiqib, yana bu qorong'u kechida nishonsiz holda yo'lini davom qildi. Ayxan ana shundoq jafolarni tortgan bo'lsa-mu, o'g'ilni o'qitish irodasidan 1 minutmi voz kechib boqmadi. Ayxan ana qanday qilish kerak? Ayxan ana Yezmaxunning qon setish orqali ayolimning kasalini davolatdim degan gapini o'ylab, uning xiyollarida umid ushqunlari paydo bo'lib, amal tepilganligidan intayin xush bo'ldi. Chiroylari nurlanib ketdi. To'g'ri, menmi qon sotay. Yezmaxunni baqan, mendimi ba. Menmi qon sotay. Ayxan ana mush xiyollarni qilib, mamnun bo'lgan holda sazon qurutdak so'rilib mangan eshakni haydab, yurar edim qorong'u tun nisbada. Amal tepilar demigan oydin kechida. Baxt qushlari qo'ndi beshimga. Arzuyimga yetarman bu kuz faslida. Ayxan ana xushalliqini ichiga sig'dirolmay, mushundaq she'rlarni aytib, nahiyalik xalq doktorxonaga qarab yurib ketdi. Ayxan ana necha soat mangandan keyin shaharga kelib qoldi. U eshakni nahiyaga 1 kilometr keladigan bir o'rmonlikqa bog'lab qo'yib, nahiyaga kirib ketdi. Ayxan ana uzundan buyon nahiyaga kirib boqmagan bo'g'ashqa naylik doktorxonaning qayerda ekanligini bilmay, sal tengirqab qoldi. Ayxan ana boshqalardan so'rab yurib, aran deganda doktorxonaga yetib keldi. Ayxan ana asta qadamlari bilan doktorxonaga kirib, sestralar ko'zniki oldiga keldi. Ayxan ana ichida o'ltirib, döv daftarlar orasidan nimalardir bir narsani izlayotgan, uchisiga oppoq xalat kiyib olgan, ko'zlari cho'ng, girim qilib olgan sestra qizga qarab, "Yaxshimisiz?" bir narsani qattiq izlayotgan bu sestra qiz Ayxan ananing salimiga javoban, "Yaxshi cho'ng opa, qanday bir ishlar bormidi?" Men Ayxan ana kekeshlab gapini deyamay turib qoldi. Ichida turib Ayxan ananing o'ng'aysizlanib bir gapi borligini, biroq deyishdan xijil bo'layotganligini ko'rgan sestra qiz,
Cho'ng opa, qandoq so'zlar bo'lsa davasizlar. deb Ayxon onaga qardi. Ayxon ona Men qon sotay degan. bu gapni anglagan sestra qiz turibla qoldi. Necha minut o'ylanib qoldi. Chunki qarmoqqa Ayxon onaning tini nihoyat ojiz, chiroylari tatrang'u ko'rinadi. Ayxon onaning tonimaydigan kishilar Ayxon onani ig'ir kasal bo'lib qolgan o'xshaydi deyishi aniq edi. Sestra qizning Ayxon ona ustida o'ylanayotgan xiyollarini yana bir qiniq girim qilib olgan, ko'zlari buloqdek, kiyib oppoq xalati qilib olgan girmiga nihoyat moslashgan sestra qiz kirib kelib, uning xiyollarini qayoqlargadir uchiryapti. Yangi kirgan sestra qiz uningga qarab, Adash, nima xiyol survatsa, baxtiyorni xiyol qilib etibsan-a? To'y qilmay turib, bekli ko'ngil bilib ketdingmi nima ha Adash? deb masxir aralash kulib ketdi. Demisimi, bu sestra qizning kelar hafta ichida to'y bo'ldigan bo'lib, bu sestra qiz uning gapidan nihoyat o'ng'aysizlangan holda, Voy Adash, u ishlarni o'ylangan nadiki vaqt. Ha Adash, amsi nimani xiyol qilib o'ltirgan eding? dedi yangi kirgan sestra qiz. Nimani xiyol qilading? deb qara degan ma'nida Ayxon ona tarafni ko'rsatib, qeshini etib qo'ydi. Adash, nim bo'pti o ayolga? Bir ayol tilamchi o'xshamamdi. Bir ko'y beribli yo'lga sap qo'ysanglar bo'ladi-ku. Tazimi sarankansan, avval gapimni anglamamsan. U ayol pul tiligili emas, qon sotqili kepti. Nima Adash, nima deding? Qon sotqili dedingmi? Ha, qon sotqili. Qarasam, u ayolning tini bekla ojizda qiladi. Shunga qanday qilsam bo'lar deb turganda, sen kelib bir muncha mazoq qilib ketding. Mundaqda, men bu ishlarni o'ylamayla seni xato tushunibdiman, kechirgin Adash. Hech qisi yo'q. Amisa qanday qilamiz? Nomer beramdi. To'xtab tur. Avval u ayoldan ahvol egallab boqay. Hey cho'ng opa, bu yoqqa kelsizlar. O'rindiq ustida tit-tit bo'lib o'ltirgan Ayxon ona sestra qizning chaqirgan ovozini anglab, nomer berish ko'zniki oldiga keldi. Sestra qiz Ayxon onaga qarab, "Cho'ng opa, sizlardan qanosiq bardashlik beramay qolala. Shunga uylarga qaytib kelsizlar." dedi. Sestra qizning bu gaplarni anglagan Ayxon ona nihoyat sulg'un, umidsizlangan ko'zlarini sestra qizga tikib, "Qizim, men amalsiz qolmagan bo'lsam, bu yerga kelib qon sotma demaydin. O'g'limning kelgusi mening musha qinimga bog'liq bo'lib qoldi. Menga bir yordam qilgan bo'lsanglar, menga qilgan yordaminglarni umr bo'yi unutib qolmagan bo'ladim." deb ovozlari titrab chiqib ketdi. "Ma'qul, men sizga yordam qilay." deb ularga tizlandi. Buni ko'rgan sestra qiz kichik uydan yugurib chiqib, Ayxon onani yo'lab turg'izib, kichik bir varaqchiga bir nimalarni yezib, Ayxon onaga tutqizib, o'ng qo'l taraf 4-uyga kirib, mush qog'ozni basli bo'ladi deb Ayxon onaga u ya'ni qo'l ishorasi orqali ko'rsatib qo'ydi. Ayxon ona sestra qizning ko'rsatmasi bo'yicha o'ng qo'l taraf 4-uyning eshigini yengil chekdi. Ichidan sada yo'q. Ayxon ona bu qatim qattiqroq chekib, "Adam bormi?" "Qandoq qilg'uliq? Bu ona sahrodan kelgan tursa, shaharning gap so'z, ish harakatlarini qandoq bilsin? Bilgan bo'lsa, shundoq qilarmidi?" Ishning tirin qilgan ovozi anglab, ishni nihoyat qo'pol zarda bilan ochdi. Ichidan egiz bo'y, chechini yong'i qartib tarib olgan, uchisiga kaltiyang doktor xalat kiygan bir yosh yigit tezlik chiqib, "Nemishbati?" deb Ayxon onaga qarab turib qoldi. Qilgan qo'pol muomalasidan xijil bo'lib, siliq sipoylik bilan, "Bir ishlar bormidi?" dedi. Bu yosh yigitning bu savoli nihoyat bema'ni so'ralgan edi. Doktorxonaga og'rib qilib yoki kasal ko'rsatkili kelmasa, mehmon bo'g'ili kelamti odam. Ayxon ona bu yigitning qo'pol muomalasidan o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, chandurmasdan sestra qiz bergan qog'ozni bu yosh doktorga sundi.
Bu yigitmi bayatinqi ishdan nayt xijillik his qilib, gap qilmay, bir muncha qog'ozni tutqizib qo'yib, tekshirib kelishni aytdi. Ayxon ana tekshirish uyiga birma-bir kirib, o'zini tekshirtib, hech qanday masala chiqmagandan keyin tekshirish natijasini olib, heliqi doktor yigitning qishig'iga kirdi. Ayxon ana tekshirish natijasini uningga sundi. Doktor tekshirish natijasini ko'rib bo'lgandan keyin Ayxon anaga qarab, "Sizlar nemishqa?" deb gapining oyog'i chiqmasda Ayxon ana bu yosh doktorning gapini bo'lib o'tdi. Bo'ldi bolam, ortiq savol so'ramang. Boshqa amal yo'q, shundoq bo'lib qoldi, dedi Ayxon ana. Biroq bu ish nihoyat xatarlik. Keyincha salomatliklarga ta'sir bo'lmaydi, degili bo'lmaydi, dedi yosh doktor. Bo'ldi bolam, hamma ishlarga o'zim mas'ul. Doktor bu gaplarni anglagandan keyin bu tarsa aniga amal qilolmaydiganligiga ko'z yetdimi, ortiq gap qilmay qon elish uyiga kirib ketdi. Aziz anglarman, Ayxon ana qon elish uydan sog'-salomat yenib chiqalam, uyga qaytalam. Anglashni xohlasangiz, huzuringlar asarning oxirida bo'lsin.